Xudoga yaxshimisiz? Hozir xususiy maktab uchun men ya'ni xususiy maktabda CRMda o'qituvchilar qanaqa ishlash kerak, lidlar bilan qanaqa ishlash bo'yicha to'liq ma'lumotni sizlarga beraman hozir. Hop. Ho'p, litlar bilan qanaqa ishlaymiz? Ho'p, birinchi o'rinda mana bu yerga Facebook'dan yoki Instagram'dan lid kelib tushadi. Lid kelib tushgandan keyin buni mana bu qismga o'tkaziladi. Yangi lidlar qismiga o'tkazilganda nima holat bo'ladi? Agar ikkita, uchta administrator bo'ladigan bo'lsa, bu yerda administratorga hammasiga bo'lib beriladi. Misol uchun, mana bu lid bu administratorga, bu lid bu administratorga bo'lib beriladi. Endi administratorga lid bo'lib berildimi? Endi ular gaplashadi. Misol uchun, mana yangi lid tushdi. Tushgandan keyin o'sha CRMdan avtomatik telefon qiladi. Telefon qilgan vaqtida misol uchun aytaylik, o'sha inson ko'tarmadi telefonni. Ko'tarmaganda kirasida misol uchun ko'tarmadi. Bitlar bilan qaytarishimiz mumkin. Misol uchun ho'p, hozir bu yerda turibdi. Telefonni ko'tarmadi deysiz. Hozir aytaylik, siz bugun soat ertalab misol uchun 10da telefon qilyapsiz. 10da endi lidlar bilan qayta ishlashda kuniga ikki mahalda telefon qilish kerak. Ikki mahaldan deganda hozir soat 10da telefon qildingizmi? Ko'tarmadimi? Siz yozasiz. Hop, ko'tarmadi. Soat 13:00da qayta bog'lanaman deymiz. Misol uchun qayta bog'lanaman. Bog'lanaman. Mana shu bog'lanaman deb mana bu yerga давай qo'shib qo'yasiz. Mana bu yerga давай qo'shsangiz mana bu yerda turadi. Misol uchun sizga eslatma bo'lib turib turadi. Soat 14:00da bog'lan, soat 10da telefon qildingiz, ko'tarmay, yana endi soat 14:00, ya'ni soat 2da yana telefon qilishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Bu yerdan anaqa qildingiz. Endi mana bu yerga misol uchun buni shunaqa deb yozib qo'ydingizmi? Endi buni qayta aloqalar degan bo'limga ko'chirib qo'yasiz mana bu yerga. Mana bu yerda qayta aloqalar degan bo'lim bor. Mana shu yerga qayta aloqaga tashlab qo'yasiz. Endi qayta aloqalarga tashlab qo'ydingiz, to'g'rimi? Tashlab qo'yganingizdan keyin yana misol uchun soat 2 bo'ldi, 2da telefon qilyapsiz, yana ko'tarmadi. Yana ko'tarmaydigan bo'lsa nima qilasiz? Xo'p, misol uchun ertaga soat 10:00da yana telefon qilaman. Sanasi qaysi kuni? Misol uchun bugun 10-iyun bo'ladigan bo'lsa, 11 misol uchun 06/2026ga telefon qilaman deb turib, mana bu yerga давай qilib qo'yasiz. Давай qilib qo'ydingizmi? Bo'lib turadi. Mana bu yerda qayta aloqalar turibdi. Bugun ham ko'tarmadi. Endi qarang, misol uchun yana hop, xuddi shunaqa misol uchun yana qayta aloqa qilib chiqdingiz, yana ko'tarmadi misol uchun. Ko'tarmaganda yana misol o'sha kunni o'zida yana aytasiz. Misol uchun 15:00ga telefon qilaman deb yozibsiz. Yani telefon ko'tarmadi. Telefonni ko'tarmadi. Esda soat 15:00ga telefon qilaman. Telefon qilaman deb yozib qo'yasiz. Telefon qilaman va kiritib qo'yasiz. Ya'ni bu lidlar bilan qayta ishlash qanaqa bo'ladi? Xo'p, agarda siz har kuni kuniga ikki mahaldan, misol uchun soat nechida bo'lsa ikki mahaldan 3 kun telefon qildingizmi? Qayta-qayta, ya'ni 6 marta telefon qildingizmi? Agar o'shanda ham telefon ko'tarmaydigan bo'lsa, endi mana bu telefon ko'tarmaydigan ekan deysizda, mana bu yerda sifatsiz lidlar degan bo'lim bor mana. Sifatsiz lidlar degan bo'limni olib qo'yasiz. Bo'ldi, mana bu lidlar bu sifatsiz degani bo'ldi. Mana lidlar bo'ldi anaqa sifatsiz. Endi misol siz demak sifatsiz bo'lishi nima qilish kerak ekan? 6 marta telefon qilish kerak. Ya'ni 6 marta bu degani har kuni ikki mahaldan 3 kun davomida ketma-ket telefon qilish kerak. Agar o'shanda ham ko'tarmaydigan bo'lsa, keyin bo'ldi, sifatsizliklarga o'tkazasiz. Endi endi qarang, misol uchun aytaylik, mana bu odam bormi? Mana shu insonni telefon raqami noto'g'ri bo'ldi, to'g'rimi? Misol uchun mamlakat emas yoki 3ta 1 yoki 3ta 2 yoki 3ta 3 degan narsani yozib qo'ygan bo'lsa, buni ham misol uchun biz sifatsizliklarga olib kiramiz. Bo'ldi, bu ham sifatsizlik.
Xo'p, endi qachon sifatli litlarga o'tkazish kerak o'sha narsani men hozir tushuntirib beryapman. Ya'ni qachon ma'lumotga kirganingizda o'sha raqam noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, noto'g'ri raqam qoladigan bo'lsa, uni siz ma'lumotga sifatli litka deb o'tkazib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari sifatli litka o'tkaza olmaysiz agar raqam to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Endi yana qachonki o'tkazasiz? Telefon qildingiz. Telefon qilganingizda aytasiz, misol uchun, mana shunaqa maktabimiz bor, shunaqa shunaqa deb aytasiz. O'sha ma'lumot berganingizda u menga uzoqlik qilar ekan. Misol uchun deylik, bu Toshkent shahrida bo'lgan viloyat bo'yicha Qoraqalpoq, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo o'sha taraflarda bo'lib turib kelolmaydigan bo'lsa, o'qiy olmaydigan bo'lsa, bo'ldi. Bu ham nima bo'ladi? Sifatlilikka o'tadi, ya'ni sifatlilikka o'tkazib beramiz. Xo'p, keyingisi narx qimmatli qilish mumkin yoki narx qimmat, sizlarda qimmat ekan desa, bu degani qimmat degani bu sifatsizlik degani emas. Mayli, misol chegirma qilamiz, boshqa narsa qilamiz deb turib, sizlar aynan imtihonga olib borishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha shanba kuni bo'lgan imtihonga kelingizlar, maksimal darajada chegirma imkoniyatlar qilib beramiz. Faqat farzandim imtihon bitta topshirib ko'rsin deb turib, shunaqa holatda bo'ladi. Ho'p, yana qanaqa holatda sifatsizliklarga o'tkazish mumkin? Yana agar misol uchun qanaqadir sharoitlarga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, o'sha sifatsizlikka o'tkazsa bo'ladi, lekin qimmat degan narsa bo'ladigan bo'lsa, sifatsizlikka o'tkazish kerak emas. Qimmatni to'g'risi bo'ladi, balki o'sha kelib turib, imtihon topshirib qanaqadir imkoniyatlar olgan bo'lsa yoki umuman olganda qaysidir misol uchun kelib turib maktab yoqib qolishi mumkinda, o'sha hisobiga pulni to'lab ola oladi. Lekin bu qimmat degani sifatsizlik degani emas. Hop, shu holatda bo'ladi. Qolgan misol uchun holatlarda misol sifatli o'tkazish kerak emas. Hammasi misol uchun sifatli bo'ladi. Ho'p, endi aytganimdek, mana bu yerga o'sha narsani litlar bilan ishlashni ko'ryapmiz. Ho'p, endi aytaylik, mana bu insonga telefon qildik, sizga anaqa javob berdi va shanba kuni imtihon kelmoqchi. Shanba kuni aytasiz, bizni imtihonimiz misol uchun 2 smenada yoki 1 smenada tashkil qilinadi. 1 smena soat 10:00 dan bo'ladi, soat 12gacha bo'ladi. Yoki agar 2 smenada bo'ladi yoki 3 smenada bo'ladi deb turib, 2 smenada bo'ladi, soat 1-smena 10:00 da bo'ladi, ikkinchi smenamiz soat 12da bo'ladi. Sizga qaysi vaqtga qulay? Soat 10ga kelasiz, 12ga kelasiz. Misol uchun men 10ga kelaman desa, aytasiz, yozib qo'yasiz. Xo'p, shanba kuni soat buni sanasini yozib qo'yamiz. Misol uchun shanba kuni qaysi kun bo'ladi? Misol uchun aytaylik, shanba kuni soat 10 bo'ladigan bo'lsa, hop 13 bo'lar ekan. Hop, 13/06/2026 shanba kuni soat 10:00da unga keladi. Mana shunaqa keladi deb qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Mana bu bo'ldi. Keladi deb yozdikmi? Mana misol uchun mana keladi deb yozdik. Buni endi biz nima deymiz? Mana bu yerga tezki keladiganlar degan ro'yxatga olib qo'yamiz. Mana tezki keladiganlar degan ro'yxatga olib qo'yamiz. Demak, bu soat 10:00da shanba kuni tezki keladi. Bo'ldi. Hop, endi xuddi shunaqa nechta odam bo'ladigan bo'lsa, maksimal darajada maktabga chaqirishimiz kerak, maksimal darajada imtihonga yoki boshqaga ishtirok etib ko'rish kerak bo'ladi. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, yana batafsilroq ma'lumot olish maktabga taklif qilish kerak. Ho'p, endi bizga mana shu dushanbadan payshanbagacha o'sha anaqa bilan ishladik. Ya'ni yangiliklar bilan ishladik. Kuniga 30tami, 40tami, 50tami. Endi mana bu yerda misol uchun 50 ta odam, hozir esda turgan 50 ta odam bir ertaga misol uchun shanba kuni tezib kelaman deb aytdi. Kelaman deb aytgan bo'lsa, siz mana bu yerda misol uchun yana telefon qilib chiqasiz. Yana mana shu kelaman deganlar bilan juma kuni обязательно telefon qilib, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Shanba kuni imtihonimiz bor edi. O'sha imtihonga kelasizmi deb turib qilib chiqasiz. Telefon qilib chiqasiz. Agarda misol uchun telefon ko'taradigan bo'lsa, Telegramdan yozasiz yoki umuman SMS yozasiz. O'zim odatda misol uchun hozir ammo serimda o'tiryapsa, mana shunga aytaylik, eskiz degani bor yoki Play Mobile bor, shunaqa SMS jo'natadigan ilovalar bor, shunaqa kompaniyalar bor. Sizga misol avtomatik SMS jo'natib beradi. Bu yerda SMS jo'natganda avtomatik anaqa qiladi. Manzilni va o'sha test bo'ladigan vaqtini o'sha telefon raqamini kiritib qo'ysa bo'ladi. Shunaqa holatda ishlanadi. Endi aytaylik, misol uchun shanba kuni bo'ldi, juma kuni to'liq 50 dan 60 dan nechta odam kelaman degan bo'lsa, o'sha telefon qilib chiqdingiz. Endi shanba kuni bo'lyapti. Shanba kuni ertalab soat 8dan 9dan kelib turib, ota-onaga telefon qilishni boshlaysiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun soat 10da imtihoningiz bor yoki 12da imtihoningiz bor edi. Kelyapsizmi? Kelyapsizmi deb maksimal darajada maktabga o'sha shanba kuni ham to'liq telefon qilib ota-onalar chaqirish kerak bo'ladi. Bo'ldi. Endi
Aytaylik, misol uchun, bu yerda 50 ta ota-ona kelaman degan, o'shani 40 tasi keldi, 10 tasi kelmadi. 10 tasi kelmaydigan bo'lsa, unga qayta dushanba kuni bog'lanib, nimaga, misol uchun, biz imtihonimizga kelmadingiz, sababi nima bo'ldi desa, keyingi bo'ladigan shanba kungi imtihonga taklif qilasiz yoki o'ziga qulay bo'lgan vaqt kelish kerak bo'ladi. Ya'ni qanaqadir, misol agar o'zimga shanba kuni qulay emas, qayerga ketaman degan bo'lsa, maksimal agar shunaqa imkon shunaqa odamlar chiqib qolgan bo'lsa, balki payshanba kuni, balki chorshanba kuni kelar, o'sha kuniga chaqirasiz. Agar shu shanba kuni kelolmayman deydigan bo'lsa, lekin tak, shanba kuni keladi, sababi ko'pchilik shanba, yakshanba kuni dam oladi, o'shanisi sababi keladi. Ho'p, shunaqa holatda bo'ladi. Endi har bitta kelgan insonga shartnoma berib yuborish shart. Misol uchun, mana bu inson keldi, misol uchun keldida, bunga yozib qo'yasiz. Misol uchun, shartnoma maktab bilan tanishdi, shartnoma berildi. Shunaqa yozib qo'yasiz. Maktab bilan tanishdi, shartnoma berildi, yozib qo'ydikmi? Bu yerga shartnoma degan, mana shartnoma degan bo'lim bor. Mana shartnoma qildimi, sразу shartnoma degan bo'lim o'tkazib qo'yish kerak. O'sha imtihonga 10 ta keladimi, 100 ta keladimi, 20 ta keladimi, nechta odam kelsa, hammasiga qo'liga shartnoma berish shart bo'ladi bizda. Mana shartnoma degan tizimga o'tdik. Endi xuddi shunaqa holatda ishlaymiz. Aynan. Hop, endi tushunarli bo'ldimi? Agar kimdadir qanaqa savollar bo'lsa, bersa bo'ladi. Ya'ni mana litlar bilan ishlash bo'yicha qo'llanma. Hop, har kuni kuniga 2 mahaldan telefon qilinadi. 3 kun davomida ko'tarmaganlarga yana qaytadan telefon qilib, ko'tarmaganlar maksimal imtihonga ochiq ishlar kuniga taklif qilinadi. Ochiq ishlar kuniga kelaman bo'ldi, davay deb rozi bo'lganlarga Telegramdan lokatsiya tashlanadi. Agar Telegram anaqa yo'q bo'ladigan bo'lsa, SMS qilib tashlab qo'yiladi. Hozirgi kunda biz anaqani Play Mobile'da ham ulashimiz kerak. Agar o'sha Play Mobile'ni ulaydigan bo'lsak, avtomatik SMS qilib turib yozib yuborsak bo'ladi. Hop, o'sha juma kuni to'liq misol uchun kelaman deganda qaytadan aloqaga chiqiladi, ularga Telegramdan yoziladi, telefon qilinadi, SMS yoziladi va qayta eslatiladi. Va shanba kuni o'sha kelyapsizmi, qanaqa bo'lyapti, yo'lda qiynalmayapsizmi deb turib, yana shanba kuni davomida telefon qilib chiqiladi. Shunaqa holatda bo'ladi.